Iye, qo'ylarga bergan makkam hazm qilmasa yana gungundan chiqaveribdi. Senlarga o'zi makka qanday qilib berishim kerak? Senlarga yaxshisi o'choqqa o't yoqamanda, qozonga makkani to'yini solib qaylatib berganim yaxshi. Yaxshisi makkani mashina kakalab turib, bolg'ada mashinaga chaqib bersam, yaxshi hazm qilib, o'shanda ichidan o'tmas. Ularga oxiriga selsun solib to'ldirib turib, bularga atala qilib beraman deb turgan akalarimiz videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'rib turing. Men sizga arzon qo'y boqish sirini o'rgataman. Ne ratsionga mana shunday serios hamda bedamina somon kerak bo'ladi. Buni aralashtirganimizdan keyin bizga Metal Master dravolikasida maydalangan makkani uni hamda arpani unidan qo'shib turib, minerallariga Velifos mineral ozuqasi hamda soda qo'shib turib, undan tashqari protein beruvchi ozuqa rapshrotidan qo'shib turib, mana shunday aralashtirib, ratsion qilib beradigan bo'lsangiz, qo'ylaringiz bir kunda 300 grammdan 400 gramm semirishi mumkin. Bu ratsionni ekranga qo'yib qo'ygan jadval orqali tayyorlab berishingiz mumkin. Agar sizga mana shunday Metal Master dravoliklar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qo'yib qo'yaman, aloqa chiqishlar